Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun mana zo magazindan obzor qilamiz. Moskvada bloger bo'lmoqchiman. Shunga harakat aylanib yuribmiz. Nima qilishni bilmay. Itlar, mushuklarni tarog'i. Ovqatlar. Ko'tarib yurish uchun 4000 pulga qahva $50. Bular ham shunday. Bu $100 ekan. Oziq ovqatlar mushuklarga yuvintirgani. Dorilar. Nima biz kelib aytasizlar, o'shanga qarab dori yozib beradi. Bu yerda shunday narsalar bor. Ular nima ekan bilmadim. Bilganlar bo'lsa kommentariyaga yozsin. Shuna nimalar bor? Bu yerda ham shu sichqon, quyon, qushlarga yemish deydimi? Shunaqa narsalar. Qushlarga inlari, mahsulotlarga. Bu yerda chiroyli narsalar. Xo'sh, vitaminlari, yotoq joylari, narxlarini qaranglar ularni. Wow. İçinde sichqon bor ekan. Ya Allah. Yerda sichqon bor ekan. Ham yerda qushlar. Chiroyli ya. Idishlar. Hayvonlar uchun magazin ekan. Bu yoqda kassa. Bu yoqda kiyimlari. Itni, mushukni kiyimlari. Yemperlar. Bu yoqda tasmalar. O'yinbog'lar. Itning yotoqlari. Divan kreslo deydi. Bu yoqda ham tasmalar bor ekan. Bu video montaj qilinmaydi. Shunday olaman, qo'yaman. Chunki montaj qilishni bilmayman. Lekin qiziqish bor. Xudo xolasa o'rganamiz hamma narsani. Bundan keyin hozir Smeshning seniga borib ko'raman. Keyin Pyaterichka, Fix Price, Moskvadagi hamma magazinlarda obzor qilishga harakat qilaman. Qayerda qanaqa qiziqroq magazinlar bor, o'shalarni yozinglar kommentariyaga, borib montaj qilib, video qilib chiqaraman. Rahmat.